Mana hozir 2 kilo kartoshka, 1 kilodan ko'proq tovuq go'sht, kartoshka bilan tovuq go'shti duxovkada oson, tez pishirish yo'lini ko'rsataman. Mana. Bunga qo'shamiz tovuq go'shtimizni. Yumshoqqina bo'lib pishsin deb 2 dona piyoz to'g'radim. Tahami ham yaxshi bo'lsin deb. Ozgina zira solaman. Kurkuma. Endi ezilgani shunaqa narsa. Kurkuma solamiz. Qanaqa perprava bo'lsa, solib tayyorlasa bo'laveradi. Mana bu ko'rinni bulyon deydi. Tovuq go'shtini perpravasidan. O'zimizda qora murch, qizil qalampir, tuz solamiz. Tuz ko'p kerak emas. Ko'rinni bulyonimizda tuzi bor. Podsolnechniy maslo solamiz. Patnazimizni ham yog'lab olamiz. Yopishib qolmasligi uchun. Endi buni aralashtiramiz. Bismillah. Mana ovqatimiz pishib chiqdi. Yaxki bo'lib, go'shtlari ham sochni bo'lib pishgan.